Aleksandr Sergeyevich Pushkin 1799-yil tug'ilib, 1837-yil vafot etgan ulug' rus shoiri, dramaturgi, noshiri hamda yangi rus adabiyoti va zamonaviy rus adabiy tilining asoschisi hisoblanadi. U o'zining ijodi bilan rus adabiyotida realizm oqimiga tamal toshini qo'ygan. U 1799-yil 6-iyunda Moskva shahrida Zadogon oilasida tug'ilgan. Otasi qadimiy dvoryanlar avlodidan bo'lib, onasi esa imperator Pyotr Ining xizmatida bo'lgan. Uning boy va rang-barang ijodiy merosi o'zbek kitobxonlari o'rtasida ham juda mashhur bo'lib, ko'plab asarlari o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilingan.